Assalomu alaykum, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Siz bu kanalda ingliz tilini noldan boshlab bepul o'rganishingiz mumkin. Bizda darslar har kuni qo'yib boriladi va videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan yoki yoqmagan bo'lsa like yoki dislike qo'yishni unutmang. Ingliz tilidagi raqamlar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9. Bular birliklar edi. O'nliklar, ya'ni 10 dan 19 gacha. 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19. E'tibor beradigan bo'lsanglar 13 dan pastda, ya'ni 13 dan 19 gacha hammasiga tin qo'yildi va 11 12 o'zgardi xolos va bu yerda 13 da 13 15 da 15 emas 15 bo'ldi, qolgan barchasiga tin qo'shildi. Bu ingliz tilini o'rganishda yana ham osonlik tug'diradi. Va bu yerda 11, 12, 13, 15 dan tashqari barchasiga tin qo'yiladi. Bundan tashqari 20, 30, 40 dan keyingi keladigan o'sha 31, 41, 51 da barchasida xuddi shu shaklda ketadi. Misol uchun 21, 21, 21, 21, 32, 32, 32, 32, 45, 45, 45 yoki bo'lmasam 49, 49, 49. Hammasi bir xilda ketadi, faqat 10 dan 19 gacha o'zgaradi, 20 dan o'sha 99 gacha hammasiga bu yerdagi o'sha birliklarni qo'yib chiqamiz xolos. Misol 35 bo'lsa 35, 38, 38 xuddi shunday shaklda ketadi. Endi o'nliklar, tens, o'nliklar. 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90. Bu yerda ham o'sha 30 va 50 da o'zgaryapti. Qolgan hammasiga ty, ya'ni t qo'shilyapti. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu yerda ham 30 va 50 ga o'sha bu yerdagi 10, 13 va 15 da qanday o'zgargan bo'lsa, xuddi shunday o'zgaryapti va ty, oddiygina ty qo'shib o'nlikni hosil qilyapmiz. Endi yuzliklar, hundreds, yuzliklar. Bunda o'sha bu yerdagi birlik sonlarimizga 100 so'zini qo'shsak, o'sha 100, 200 degan ma'no chiqadi. 100 100 degan ma'noni bildiradi. Misol uchun 100, 100, 100, 100, 200,
200, 200, 200, 300, 300, 300, 300, 400, 400, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 600, 700, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800, 900, 900, 900, 900. Bular ham yuzliklarni hosil qilish juda ham oson. Shunchaki birliklarga 100 so'zini qo'yib yuzlik hosil qilamiz. Endi mingliklar, milliardliklar shularni ko'rib chiqamiz. Thousands plus mingliklar plus. Minglik hosil qilish ham oson. Thousand ming degani bu yerdagi raqamlarni qo'yib, misol 1000, 2000, 3000 degan raqamlarni hosil qilishimiz mumkin. 1000 ming, 10,000, 10,000, 10,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 10 million, 10 million, 10 million, 100 million, 100 million, 100 million, 1 milliard, 1 billion, 1 billion, 1 milliard, 10 milliard, 10 billion, 10 billion, 10 milliard, 100 milliard, 100 billion, 100 billion, 10 milliard, 1 trillion, 1 trillion, 1 trillion, 1 trillion. Misol uchun 1,452,639, 1,452,639, 1 million, 1 million alohida, 452,450,400, 450, 50 to 2000 ming, 452,639, 639, 1,452,639, 1,452,639. Bugungi mavzuyimiz shu raqamlar edi. Ko'rib turganingizdek juda ham sodda va oson. O'sha birlik, o'nlik, yuzlik, milliard yasashda hech ham xatoliklar yo'l qo'ymaymiz. Sababi juda ham oson va sodda. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmang. Fikr va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.